Assalomu alaykum, xush keldinglar. Bugungi videoda 2020-yili to'g'riliq so'zlashmoqchi. Bu yil nima yili bo'lmoqchi deb. Shu necha kundan yoqqa to'g'ri bo'layotgan gaplar. 2020-yili qutulish yili bo'lsin, uyg'onish yili bo'lsin, tirilish yili bo'lsin, u yili bo'lsin, bu yili bo'lsin degandek to'g'ri bir qarab baqsaq, Toyirjon tunugun ko'pib 2020-yilni xotin elish va ayga tegish yili bo'lsin debdi. Bu gapni anglab peshini o'qimaylam shundoq kulgim keldida yaxshi. Bunga bir yaxshi tanlashgan. Yomon kulibdiman o'sh qilib bu temani o'qigan chog'da. Bo'pti bo'lsin 2020-yili, o'yinish yili, xotin elish yili, ayga tegish yili degandek yil bo'lsa bo'pti. Menimcha bo'lgan chog'da 2020-yilni youtuberlar yili deb atsam tang davomli bizniki yangi qarindoshlar, yangi kanallar ochilyotidi. Kilarki haftalik videomda maxsus yangidan YouTube kanalida kanal ochgan Uyg'ur ona tilidagi videolarni hamda Uyg'urlarningki, shu Uyg'ur bolalarningki boshqa tillarda ochgan kanallarni sizlarga bir tanishtirmoqchi. Navoda kerak men o'qimay qolgan yoki bo'lmasa o'chirmagan shunday kanallar bo'lsa, hozirgi shu videoniki ostiga komment yozib, yana o'zinglarningki kanaliningki ulanishini shu videoniki ostiga komment inkas shaklida yozib qo'ysanglar, men kelar qatimqi videomda hammanglarnikidan birma-bir shu kelarki qatimliq videomning ichiga nim qilmoqchi. Hammanglarnikini bir tanishtirib chiqmoqchi. Bo'libmi meniki shu YouTube kanalida qandaq pul topamiz hamda qandaq shu to'g'riliq bir muncha videolarni ishlagandan keyin ko'pchilikniki inkosim yaxshi hamda yangidan chiqayotgan Uyg'urcha kanallarni ko'rib men intayin suyundim. Hatto ba'zida meni alohida tilga ilib, menga rahmat aytadiganligini, ularni shunday rag'batlantirganligimni aytib degan shunday xush bo'ldim. Bu Toyirjonninki bu yozmasidan boshqa yana bir necha nimani ko'rib boqaylik. Bu Erkin Osiyo radiosiningki xabari. Yani Dünya Uyghur Kurultayı'nın 2020-yilini Xalqaro Uyg'ur festivali yili deb bekitdi deganni chiqqandan keyin nurg'un qarindoshlarimiz bunga noroziliklarni bildirgan. Ham shu noroziliklarni sizlarga bir ko'rsatsam, shu Arslan Hidoyat qarindishimiz, vatansuyar faoliyatchilarimiz Uyg'ur qutulish yili deganni hashtag qilib, anankin ismini qo'shib, millatim Uyg'ur, Sharq Turkistonlik mustaqil da'vo yo'lidagi bir jangchi bo'lish salohiyatim bilan noroziligimni bildiraman debdi. Ammo hashtagni bosgandan keyin Ömerbek akamiz sanandan keyin ish qilib boshqa vatansuyar, vatanparvar qarindoshlarimizniki nurg'unlari shu bir hashtagninki ostiga o'ziniki o'ylig'ini, noroziligini ifodalab yozibdi. Lekin men buningdan hech qanday bir Dunyo Uyg'ur Qurultayıga qarshilikni ko'mdim, faqat o'ziniki noroziligini ifodalagan, ularningki hammasiniki o'xshash vatan sevgisi. Shuni ko'rdim. Yana bir xush bo'lgan yerim hashtag orqali o'ziniki o'ylaganlarini shunday ifodalab, mazmunlarni yozgan chog'da bir hashtagni bosgan aman, shu hashtagning ostida boshqa qo'shilgan qarindoshlarimizniki yozgan hamma narsasi bir hashtagniki ostida chiqadi. Shuningdek, buningdan keyin bir hashtagga chaqirilgan chog'da, faoliyatchilarimiz hashtaglarga shu faoliyatiga chaqirgan chog'da hammamiz o'zaro bir-birimizni qo'llashib, shu bo'yicha ifodamizni bildirsak, hashtagninki kuchi cho'ng.